Assalomu alaykum Stroy bazani aziz obunachilari. Hozir biz mana Penaplex mahsulotimizga yopishtirish jarayonidamiz. Bir qator ko'rsatib berasiz. Ustaga yopishtiradi. Hop. Hozir bu yerimiz ofis bo'ladi. Hop. Buni ma'lumotlariga keladigan bo'lsak, Penaplex mahsulotimizni qalinligini ko'rsaki, uchli deb yopishtiryapmiz. Yopishtirish jarayonini ko'ramiz. Uchli deb yopishtirishyapti-da. Ikkisi bo'lib tushagan, bir-biriga kelib. Uchli, to'rtli, beshli razmerlar shunaqa bir-biriga kiyishadi. Hop. Bu yer aka o'zi qanaqa joy bo'lyapti? Bu yerimiz hozir ofis bo'ladi. Xudo xolasa keyingi videolarimizda tayyor jarayonni ko'rsatamiz. Albatta pastga bosib qo'yishsa. Kelgan savol o'zi salqin joyda ekansizlar, nima keragi bor aka Penaplex yopishtirib? Hop. Bu mahsulotimiz izolyatsiya qiladi, ham shumka qiladi. Bemalol devorga, patologga, bemalol yer tagi, ya'ni to'pli polni ustiga tagi ishlatsak bo'laveradi. O'zlariga ham ishlatishgan mahsulot, ha? O'zlariga ham ishlatishgan mahsulotga daveratsiya bo'ladi. Ko'pchilik biladi bu mahsulotni. Bu mahsulotimizni hech qanday yopishtirishda muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Bemalol bizni bazamizga kelib turib, razmerlari 2li, 3li, 4li, 5li razmerlarni tanlab xohlagan kvadratida cheksiz, cheklanmagan miqdorda xarid qilib ketishlari mumkin. Narxlariga keladigan bo'lsa, 14 ming so'mdan boshlab 35 ming, 40 ming so'mgacha ketaveradi. Razmeriga qarab narxlar o'zgaradi. Pastda uyda aka ham siz sovunishadi, ham salqin qilib turadi. Xuddi shunaqa aka. Ham shuni izolyatsiya ham qiladi aka. Izolyatsiya ham qiladi. Xuddi shunaqa. Orqangizda turgan bo'lsa kerak, tutuni shuni olib mana aka. Uchli Penaplex. Qalinligini ham bitta ko'rsatib qo'ysak. Qalin bo'ladi. Uyda haqiqatda siz sovun, shu yerda bemalol qo'llarga tushib ko'rganlardan keyin o'zgaradi agar noto'g'ri turgan bo'lsa. Ustakalarimiz yalaq bermagan holda. Hop, bu mahsulotimizni xohlasanglar naqd pulga, xohlasanglar alohida to'lovga xarid qilsanglar bo'ladi. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Manzilimizni ham aytib o'tadigan bo'lsak, manzilimiz Vodiyda, Andijon shahar, Soy eski mazavod ichida. Nomerlar, telefon nomerlari. Telefon nomeringiz 90lik 141 43 43. Pastda ham yana yozib qoldiramiz. Sizlarga mahsulotlarimiz kerak bo'lgan bo'lsa, eng optimal narxlarda sizlarga xarid qilish